deyarli 80% mebelchilarda shunaqa odat borki, va'dasiga vafo qilmaydi. 10 kunda qilib beraman deydi, holatli bo'ladi, kerak bo'lsa 1 oyda ham qilib bermaydi. Assalomu alaykum. Mana bu odam mebelchilarning 80% va'dasini ustidan chiqa olmaydi, vaqtida mebelni qilib bera olmaydi deb juda noto'g'ri gapiryaptilar. 80% endi juda haqoratli. Fohishalarga ham menimcha 80% yomon deb bo'lmagan darajada bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zingizlarning fikringizni izohlarda qoldirasizlar. Mebelchilarni hurmat qilganlarga jo'natib qo'yasizlar. Bu odamga mana men yozib yubordim. Bu odam kontaktini berdi. Tez orada Karol Mebel, Karol Master anaqalarda bu odamlar agar rozi bo'lsa, xudo xolasa bu odamlar o'sha kontent chiqariladi. Qani savol-javobda qanchalik gapirib, qanchalik gaplarni isbotlab bera olinglar ko'ramiz. Mebelchilarni deyarli ko'pi o'sha betarbiya degan ma'noni beryapti.